soğuk su içsem onam vurardı. Dört yığlab qoçardım, yaqılsam hamma gülerdi. Bolalik zorlardı, kılsam yine otam gelerdi. Bir erkala upardı, kıyanim şu onu yutardı. Eslayman o'sha damlarni burchakka bergan devorga chizardim. O'yinchoqlarim faqat buzardim, yangi yillik yurmay archa bezardim. Eski bog'cha opam uxlamoqchi, men sog'ishmoqchiman, qizlar aytmoqchi. Baribir qochardim befoyda ushlar, hech kimga yoqmas abetda uxlash hamma yasardim. Salibxongadan bekimada o'ynaganda qocharlik uchayotgan, o'ynardik domdom yerga varrakli yashlardi, kembe yetlar. Hayajonli xotiralar maktabda 3 kun tayoqcha tuzishni o'rganib, stolim turganda aytardik, jo'r bo'lib assalomu alaykum. Har kun tarbiyalab bor, axir tushganni she'r yozlagan. Qizlar salonga e'tibor kelgan, onalar biror video chaqirgan. Sinfdoshim meni birinchi sevgim, hozir quruqroq kelar ko'rgim, o'shalarni kelar qaytargim. Sog'indim bugun yoshiga, bolalardek chiqib o'qishdan darvoza bo'lardi yarim tag'ishlab. Charchab etladim bugun chiqishni. O'ynaman ertaga bo'shatda ishdan, vaqtingiz o'targan uxlaydigancha. Fursatda onam ovqatga solchi, uxlayman otamni hamma ishorchi. Ishlarni bizlar uchun charchagancha, hech bir sevmadi onam bergancha, hech kim berolmadi otam bergancha. Ko'p adashim tushunib yetgunimcha, tiring yonimda dunyo turguncha. Bo'ldimi? Endi qo'ylarni boqish kerak. Tush.